Assalomu alaykum do'stlar. Kun hammaga xayrli kelsin. Yangi navbatdagi video rolikda sizlar bilan birgamiz. Yandex haydovchilari hamda umuman taksi sohasida ishlaydigan insonlar uchun kerakli manfaatli ma'lumotlar hamda real hayot yoritib boriladigan YouTube kanaldasiz do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang, do'stlarga ham ulashing. Berayotgan ma'lumotlarimiz orqali faoliyatingizda manfaat ko'rayotgan bo'lsangiz, biz maqsadimizga erishdik deb hisoblaymiz. Bugun do'stlar maqsadimiz 26 ta buyurtma amalga oshirish va xudo xohlasa hozir mana 756 birinchi zakaz, birinchi buyurtmaga yetib keldim. Mana hozir namest qilaman, ya'ni men joyimdaman. Linadan chiqamiz. Ko'pchilik biladi linadan chiqish nima uchun kerakligini. Faqat buyurtma olish kerak bo'lgandagina linaga kirish kerak xolos. Shu birinchi buyurtmamiz 18 kilometr, taxminiy vaqt 38 daqiqa. Afsus, neudachni ham omadsiz ham deya olmaymiz. Sal shahar markazidan chekkaroqda. Iloji boricha ertalabki buyurtmalar koeffitsient bor joydan yana koeffitsient bor joyga tushib qolsa, bu juda ham yaxshi. Bugun do'stlar moyni almashtirishim kerak, sababi moy payti yetib kelgan. Moy almashtirish juda ham muhim. Ko'pchilik buni biladi. Bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Moy qanchalik probegidan oshib ketaversa, uni tarkibidagi o'sha shirasi qolmaydi va stuk, ya'ni motorni to'xtatishga olib kelishi mumkin. Assalomu alaykum. Kids Car. Yomon emas. Ikkinchi zakazimiz, ikkinchi buyurtmamiz esa teskarisi. Toshkentning narigi tomonidan Yunusobodga qarab yo'l olamiz. Har holda yaxshi. Ikkinchi mijozimizni ham keltirib qo'ydik. O'zlari tushib ketdilar. Oldinda tirbandlik va yuramiz. Keyingi zakaz 10 kilometrlik masofa, 31 daqiqa taxminiy vaqt va taxminiy masofa. Yaxshi koeffitsiyentga kirar ekanmiz. Xo'p, do'stlar, hozir mijozni kutyapman. Ular kelgunlariga qadar bitta kommentariyaga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum. Har kuni sizni videolaringizni kuzatib boraman, ko'rib boraman. Bir hafta bo'ldi ulanganimga. Ustuvorlik 175 menga haftalik bonuslar bermayapti. Kuniga 20 dan kam qilganim yo'q. Balim 5. Siz aytgandek linadan chiqib qaytyapman. Menimcha behzod so'rayaptilar. Ulanganlarga endi bir hafta bo'lgan bo'lsa, behzod, endi bu yog'i sabr. Yandexni kimga bonus berishi yoki kimga bonus bermasligini uning o'zi hal qiladi. Uning ichidagi sistemasi, tizimi. Siz xudo xohlasa 2-3 haftalarga borganingizda albatta sizga ham bonuslardan beradi. U hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaydi, hammaga individual yondashadi. Menga ham har doim bunaqa ikkinchi bonusni bermaydi. Taxminan 2 oycha men ham bonuslarsiz, mana shu faqat brend uchun bonusga ega bo'lib, o'shani amalga oshirganman. Qolgani esa endi bu yog'i tepada. Hattoki taksoparkingiz ham bu masalada sizga yordam bera olmaydi. Taksoparkning haqqi yo'q va unga dostуп berilmagan. Yandexning ichki sistemasiga, tizimiga umuman aloqasi yo'q taksoparkning. Agar taksoparkning aloqasi bo'lganda, hozir boshqacha reklama eshitgan bo'lardik. Mana bu taksopark, misol uchun bu eng zo'r taksopark, har kuni Yandexning bonuslarini sizga taqdim etadi degan reklamalarni biz eshitgan bo'lardik. Lekin afsuski bunaqasi yo'q. Xo'p do'stlar, mijoz hayallab qoldi, shuning uchun unga qo'ng'iroq amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. 10:39 davom etyapmiz. Hozir Padelan bilan chetroq, iloji boricha koeffitsiyenti bor joyga borishga harakat qilyapman. Alisher Navoiy ko'chasidamiz, markaziy ko'cha va Kelesga qarab yo'l olmoqdamiz. Padelan deb berganimda ikkitasini ham yoqdim, ham startni, ham komfortni. Maqsad tezroq yetib borish koeffitsiyentli joyga. Yo'llarni tozalab ketishyapti. Do'stlar, Jomidaman. Yomon tomoni
166 ga borganda gaz tugab qoldi do'stlar. Mana qizil ko'rsatyapti, ko'rinyaptimi? Mana qizilga tushib qoldi. Mana shu joy 4 ta yashil yonish kerak. Ha do'stlar, savol berganlarga mana javob tariqasida bir ballonni to'ldirib olganingizda necha kilometr probeg yurasiz degan savollarga javob 166 da tugadi. Ну, plus minus 170. Mana shu 170 da. Qolganiga esa benzinda yuryapman do'stlar. Hozir xudo xolasa metan zapravkaga yo'l olaman. Kelasigacha hali yetib borganimiz yo'q, lekin qisman koeffitsient ichidaman. Koeffitsient bor joydaman. Betonka, metan zapravka. Oldin bizda ikkita bor mashina. Islom Olimov yozgan ekanlar, hammangiz birlashib Yandexga boykot qilinglar deb. Soat 14, hali metan zapravkadaman va hozircha 6 ta zakazga, 6 ta buyurtmaga ulguribmiz. 179 ming, bu juda kam degani. Shulardan bittasini ko'rib chiqamiz. Mana Xo'sh, 17 aprel 9:20 da amalga oshirganmiz. Komfort tarifida 3 kilometr masofa 15 daqiqa davomida Jaspik paytida tushib qolgan. 10:14 dagi buyurtma. Xo'p. Mana ko'ryapsiz. 35 ming klientdan olganmiz. Xo'p, 5800 qanchadir mana shu summa komissiya. 29 ming cho'ntagimizda. 10 kilometrlik masofani 25 daqiqada bosib o'tganmiz. Do'stlar, hozir bir zo'r ajoyib holat yuz berdi. Xo'p, bitta akamiz telefoniga pul solish kerak ekan, paynet qilish kerak ekan. Terminal ishlamayapti. Kartamda pul bor, sizga o'tkazib berishim mumkin deb. Uzmobile ekan nomerlari. Xo'p, Uzmobile'ni terib men ham pul solaman desam, vaqtincha ishlamaydi. U bankka kirib, bankning ichidagi o'sha ilova orqali, приложение orqali pul solaman desam, u ham ishlamayapti. Mana qarang, terminal ham ishlamayapti, PayMe ham ishlamayapti. Bankdagi o'sha o'zimni shaxsiy akkauntim orqali ishlayman desam, bankimni ham приложениесі ishlamayapti. Ko'ryapsizmi? 3 ta narsa bir vaqtda ishlamayapti umuman. Vaqtincha ishlamayapti. Endi tasavvur qiling. Yandexda shunaqa holat yuz bersa-chi. Yandexda hech qachon bunaqa holat yuz bermaydi. Sababi Yandex har bir sekundda millionlab, minglab dollarlar ishlayapti hozir. Umumiy platformani men nazarda tutyapman. Shuning uchun Yandex hech qachon qotmaydi do'stlar. Buni orqasida necha yuzlab insonlar ter to'kib mehnat qilishyapti. Shuning uchun Yandex har doim zo'r, u bozorni doimo egallaydi. Kommentarning birida yozgan ekanlar, hamma birlashib Yandexga boykot berish kerak deb. Yo'q do'stlar, yo'q, hech qanaqasiga buni sindira olmaysiz. Nechtadir davlatni egallashi, mana Yandex ketyapti mana. Bu yoqda ham Yandex, orqada ham Yandex, manda ham Yandex. Ko'ryapsizmi qanchalik zo'r ishlaydi? Qani edi, mayli o'zimizda ham o'zbek dasturchilarimiz juda ko'p, ITchiniklarimiz deymiz. Qani Yandexga o'xshagan bironta platforma ishlab chiqishsin-u, hamma joyga mana shu nima uchun chetdan kelib kimdir mayli yaxshigina soliq to'layapti, lekin qanchadir pul miqdorini O'zbekistondan olib chiqib ketyapti. O'sha pulni qaytanga zo'r dastur ishlab chiqib chetdagi davlatlarga ham mana shu dastur orqali, Yandexga o'xshagan dastur orqali qolgan nafaqat taksi sohasi, boshqa sohada ham shu pulni olib kirsa-yu, O'zbekiston rivojlanib boraversa. Bunda katta muammo deb qaraladi. Bizning sun'iy yo'ldoshimiz Sputnik yo'qligi. Biz kimnidir sun'iy yo'ldoshiga arendadamiz, ijarada turibmiz va unga pul to'laymiz. Ijara shunchaki emas. Do'stlar, Cobalt menga shu taraflama ma'qul bo'ldiki, mana kod 16 deyapti. Mana ошибка, xatolik bor, 16-kod. Shu taraflama menga bu mashina ma'qul keldi. 16-kod nima ekan? Endi hozir so'rab bilib olamiz. Код ошибка 16 на Chevrolet Cobalt. Необходимо стоп-сигнал. 16 необходимо обслуживание стоп-сигнал. Demak, stop-signalim ishlamayotgan ekan.
Xo'p do'stlar, mana moy almashtirishga keldim. Moyni almashtirish kerak. Xo'sh. Shokir aka, qaysi moydan solyapsiz hozir shunda? Nemetskiy Adinol 10 ga 40. Nemetskiy Adinol 10 ga 40. Polsintetika bu? Polsintetika. 8000 10 gacha. Endi 10 gacha bormaymiz, 8000 ga Xudo xolasa yana almashtiramiz, a? Va Zushnoydan ham xabar olamiz. Havo filtri. Almashtirish kerak, a? Shokir aka. So'raymiz. O'zi o'tgan gal tozalab qo'ydik menimcha. Yangi tozalab qo'ydik. Ha, yangisidan. Qiziq. Qanaqa firmada? Nimada bu? Koreyskiydi. Koreyskiy. Ofis. Mana do'stlar, o'ng tomonda ekan. Mana shu tormoz lampochkasini almashtiramiz. Xo'p, 330 moy filtr и воздушной 30. 365. 365 ekan. 150 ming bersangiz. Ha, doimiy mijozlar uchun. Mijozlar uchun. Favorasiz. Uyga ketdilar, seni kutib oladi dedilar. Yaxshi, shu o'shandan soat 12 nomerda telefon qilib yozibsiz. Soat 23:50 do'stlar. Men hali ham liniyadaman. Ishdaman aniqrog'i. Kunduz kuni boshqa masalalar bor edi, uni ham hal qilib, boshqa ishlar bilan ham shug'ullandim. Salgina charchoq bor, lekin baribir ishlash kerak, mehnat. Yandex ish xodimlari xullas bilmayman. Dasturga, programma ilovaga o'zgartirishlar kiritishyapti. Xullas nimanidir qo'shishyapti, nimanidir olishyapti, ayirishyapti. 235 bilasizlar, har doim liniya edi. Keyin 170 ga tushib qoldi. Keyin yana qarasam yana 110, yana nechidir. Hozir qarasam 93. Mayli. Nima qilsam shu yaxshilikka bo'lsin. Endi esa mana bunaqa ko'rinish. Va mana oxiri 111 ballga kelib to'xtadik do'stlar. Hozircha menda 96. Всё в порядке, отлично, hammasi menda joyida. Demak, do'stlar, endi bu yog'iga 235 emas, 111 ball ekan. 17-aprel sanasida taxminan 10 soatlik vaqt 22 ta buyurtmaga ulguribman do'stlar. Va hozir 18-aprel oxirgi buyurtmamiz 18-aprel sanasiga to'g'ri kelib qoldi. Agar 17 ni umumiy unga hisoblaganda 23 ta buyurtmaga ulguribman. Ertaga bundan ham ko'proq ishlashga to'g'ri keladi. Nachora, ishlash kerak. Mushukchamiz bilan ertalabgacha xayrlashamiz. Xirillab. Ertalabga yana ko'rishamiz. O'zingiz asrang. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mana shu daqiqalarga qadar tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Biz esa keyingi video rolikka tayyorgarlik ko'ramiz. Salomat bo'ling.